4. Bab. Yahuda va Binyomin qabilalarining raqiblari sürgünden qaytib kelganlarning Parvardigor, ya'ni Isroillar e'tiqod qilib kelgan Xudoga atalgan ibodatxonani qaytadan bino qilayotganligini angladi. Shuning bilan ular Zerubabel bilan jamoat boshliqlarining oldiga berib, ibodatxonani qurish xizmatinglarga bizmi qatnashayli. Bizmi sizlar e'tiqod qiladigan Xudoga ibodat qilamiz. Assur podshohi Isarhaddon bizni bu yerga elib kelgandan buyon davomliq Xudoga atab qurbonlik qilib kelyapmiz deyishdi. Zerubabel, Yeshua va jamoat boshliqlari ularga sizlar Xudoyimizga atgan bu ibodatxonani bino qilishga aralasholmaysizlar. Persiya podshohi Korashning buyrug'iga binoan o'zimiz, ajdodlarimiz e'tiqod qilib kelgan Xudoga, ya'ni Parvardigorga atab uni qurib chiqamiz dedi. Shuning bilan yerlik xalq Yahudiylarni noumidda qo'yishga tirishib, ularni qo'rqitib, qurilishga daxli yetkazdi. Ular ya'ni yerlik amaldorlarga pora berib, ularga to'sqinlik qildi. Bu ish Persiya podshohlari Korashdan toki Daryosgacha davomlashdi. Nurg'un yillardan keyin Ahashverosh podshoh hokimiyat yurgizishga boshlaganda, Yahudiya va Yerusalim xalqining raqiblari ular ustidan arz qilib maktub sundi. Yillar o'tib, Artaxshasti podshoh hokimiyat yurgizayotganda, Bishlam, Mitridat, Tabial va boshqa amaldorlar Persiya podshohiga maktub yozdi. Bu maktub Aramiy tilida yozilgan bo'lib, podshohga tarjima qilib sunildi. Rehum qo'mondan va Shimshay putukchimi Yerusalimning ahvoli to'g'risida Artaxshasti podshohga maktub yozdi. Maktubni tövandagi odamlar bitgan edi. Rehum qo'mondan, Shimshay putukchi, ularning boshqa xizmatdosh amaldorlari, sotchilar, yerlik amaldorlar, parslar, arakliklar, bobilliklar va Elamdagi Suza shahridan ko'chib kelganlar, ulug' va shonliq Osnappar podshoh tarafidan yurtidan surgun qilinib, Samariyaning shaharlarida va Firat daryosining g'arbidagi boshqa joylarda yashagan xalqlar. Maktubning mazmuni mundaq: Artaxshasti podshohga Firat daryosining g'arbidagi xizmatkorlaridan salom. Oliylariga shuni ma'lum qilamizki, oliylari tarafidan bu yoqqa kelib, Yerusalimda turayotgan Yahudiylar razillikka va to'polonga to'lgan u shaharni qaytadan qurmoqda. Ular sepil ulini remont qilib, sepillarni bino qilmoqda. Oliylari, bu shahar qurilib, sepillari yosilib bo'lsa, o kishilar har xil alvon yasoqlarni to'lamaydi-da. Oliylarining xazinasiga kiradigan kirim kemayib ketadi. Biz sizlarning tuzlarini yeb kelgan fuqarolar, oliylari nomiga dog' keltirishni hargiz xohlamaymiz. Shu vajidan bu ishni o'zlariga ma'lum qildik. Oliylarining sobiq podshohlarning tazkiralarini izdanib beqishini so'raymiz. Shundoq bo'lganda, bu shaharning to'polonga to'lganligini, podshohlarni va o'lkalarni parakanda qilib kelganligini ko'ralaydilar. Bu shaharda qadimdan beri qo'zg'olon bo'lib kelgan. Shunga shahar gumron qilingan. Oliylarining samiga shuni solimizki, agar bu shahar qaytadan bino qilinib sepillari putsa, oliylari Firat daryosining g'arbidagi o'lkaga igidorchilik
qılalmay qalıdılar. Padişah cavaben mundaq dedi. Rehum qomandan, Şimşay pütükçi ve silənin Samariya hem Firat dəryasının qərbidiki ülküde turğuçi, başqa xizmətdaş əməldarlarınlağa salam. Siler sunğan məktubni tərcümə qıldırıp oquttum. Tekşürüp körüşke əmir qılğanıdım. Dərvəqə, Yerusalimnin qədimdin buyan, padişahlağa qarşılıqlarını qılıp kelgənligini bayqadım. O şəhər toplan və qozğılanğı tolğan ekan. Qudretlik padişahlar o yedi yaşıgan və Firat dəryasının qərbidiki bütün ülkünü sorğan, hem uladın hər xil alvan yasaqlarını elip kelgən ekan. Şunu siler buyruq düşürüp, ta ki mən əmir qılğuça, o şəhərnin qaytıdın bina qılınışını tosunlar. Eğir ziyanğı uçurmaslıqım üçün bu işqa sel qaramanglar. Rehum, Şimşay pütükçi ve ulanın xizmətdaşları Artaxşasti padişahının cavab xetini anlap, dərhal Yerusalim'e berip, qoral küçü bilen Yahudilarni iş toxtutışqa mecbur qıldı. Xudanın Yerusalim'deki ibadetxanasını qaytıdın bina qilish qurilishi toxtab qalğan edi. Bu ahval Persiya padişahı Darius hakimiyetinin 2. yılıgacha davamlaşdı.